Oshirilayotgan loyihalar alohida. Biz hozir Xovos tumanining Qoq markazidamiz. Bog' yonginasida men coworking markaziga ham ko'zim tushdi va to'g'risi qiziqib qoldim. Bu haqda ma'lumotlar olish maqsadida Adhamjonga izlamoqchi edim. Adhamjon, bu qanday bino? Xovos tumanida xalqaro investitsiya moliyalari asosida bunyod etilayotgan yangi bog' markazida biz. Bu bog' chinakam yoshlarning markazi bo'ladi va markazni o'rtasida misol sifatida biz coworking center, o'zingiz aytgandek, mana ko'rinib turgan juda chiroyli 2 qavatli coworking markazi bor. Coworking markazida nimalar bo'ladi? Coworking o'zida tilda aytganda yoshlarni jamlaydigan joy. U yerda qanaqa ishlar olib boriladi desak, biz xalqaro yo'nalishlarda xalqaro outsource kompaniyalar ishlarini amalga oshirmoqchimiz. Bu biri. Ikkinchisi robototexnika yo'nalishida kurslar ochiladi. Til o'rgatish. Tillar bu nemis, ingliz, rus va koreys tillari. Koreys tilida u Xovos tuman tayanch tuman sanaladi. Sababi bu yerda ikkita o'sha texnikumimizda hozir koreys tili o'rgatilishi ommalashgan. Mana xuddi shu tillarga ixtisoslashgan markaz bo'ladi. Undan tashqari yoshlarni o'sha xalqaro yo'nalishlarda bilim ko'nikmalarini oshirishda sun'iy intellektga bog'lagan markaz hisoblanadi. Chinakam aytilganda o'sha yoshlar suhbatlashadigan, erkin fikrlaydigan, o'zini loyihalarini, hozir ommalashayotgan startap loyihalarini taqdimot qiladigan markazlardan biri bo'ladi degan umiddamiz. Yaqin kunlarda bu hududni, mana shu bog' kompleksini, umuman olganda shu coworking markazimizni topshirish jarayoni oz qoldi, oxirgi bosqichdamiz. Bugungi kunda Xovos tumani yoshlari nafaqat ta'limda, balki innovatsiya va texnologiya sohasida ham o'z salohiyatini namoyon etmoqda. Ular tomonidan yaratilayotgan loyihalar esa kelajakka ishonch bilan qarashga zamin yaratmoqda. Xulosa qilib aytganda, bu manzil chekka hududda joylashgan bo'lishiga qaramay, Xovos tumani yoshlari ana shunday bilim, izlanish va innovatsiya orqali yuqori natijalarga erishmoqda.